chiqindilardan yanada samaraliroq foydalanish mumkinmi? Germaniyada chiqindilarning saralab yig'ilishi, baklashkalarning alohida topshirilishi, qog'oz va plastiklarning alohida yig'ilishi haqida ko'p eshitgansizlar va ko'rgansizlar. Men bugun O'zbekiston haqida gapirmoqchiman. O'zbekistonda ba'zida chiqindilarni olib chiqib ketilishi bilan bo'layotgan muammolar haqida eshitib qolishimiz mumkin. Ba'zida viloyatlarda chiqindilarni olib chiqib ketish uchun kelish kerak bo'lgan mashinalar oylab kelmasligi mumkinligi haqida ham eshitib qolishimiz mumkin. Bunga asosiy sabablardan biri chiqindilarni saralab yig'ilmasligida, ya'ni chiqindilarni uydan boshlab saralab yig'ilmasligida bo'lishi mumkin. Chunki chiqindilar uydan boshlab saralab yig'ilmagandan so'ng ulardan qayta foydalanish koeffitsiyenti juda past darajada bo'ladi va ulardan qayta ishlab chiqarilishi mumkin bo'lgan mahsulotlar soni kamayadi. Xohlagan chiqindilarni boshqarish tizimi rivojlangan davlatlarni qarasangiz, ularning ham ko'pchiligi bu sohani isloh qilishda chiqindilarni uydan saralab yig'ishni boshlagan. Shuning uchun biz ham chiqindilarni uydan boshlab saralab yig'ishni boshlashimiz kerak deb o'ylayman. Axir bunday yashillikni saqlab qolish oson emas. Sizning fikringiz qanday? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.